Kechda yeyishga bo'lmaydigan 5 xil yemeklik. Birinchi, zanjibil. Atiganda zanjibil esa odamga sho'rpisidan eshib tushadi. Kechda zanjibil esa margumush bilan barobar bo'ladi deydigan gap bor. Bu kechda zanjibil yeyishning odam bandiga ziyonli ekanligini, ya'ni kechda zanjibil yeyish bo'lmaydiganligini tushuntirib beradi. Zanjibil ochiq g'idiqlovchi modda bo'lg'achqa, uni kechda iste'mol qilganda oshqozon uchayning harakati kuchayib, osonli oshqozon uchayiga ziyon yetkazadi. Ikkinchi, yuqori mayliq yemekliklar. Kechda mayliq yemekliklarni ko'p yemaslik kerak. Mayda pishirilgan yemekliklar, semiz go'sht va hayvonlarning ichki a'zolari issiqlik miqdori yuqori, xolesterin miqdori yuqori yemeklik bo'lib, doim bu xil yemekliklarni yeganda jigarning yuki ortib ketib, osonli yog' modda almish normalsizlikni keltirib chiqaradi. Yana osonli samirib ketishini keltirib chiqaradi. Uchinchi, yuqori kalsiylik yemekliklar. Kecha badandagi har qaysi a'zolarning orom olish vaqti. Odam badani uyqu holatiga kirganda badandagi har qaysi a'zolarning jonlanish darajasi tuvallaydi. Shunga kechda kalsiy tarkibi bak yuqori bo'lgan yemekliklarni yemaslik kerak. Agar doim bir qism yuqori kalsiylik yemekliklarni yeganda osonli börekda tash paydo bo'ladi. Yuqori kalsiylik yemekliklar jumladan rak, yumshoq so'ngaklik beliq qatorliqlar. Bu yemekliklarning tarkibidagi kalsiyning miqdori bir qadar yuqori bo'lib, kechda ko'p iste'mol qilishga bo'lmaydi. 4. Tatliq yemekliklar. Gerçi tatliq yemekliklar dopaminning paydo bo'lishini g'idiqlab, kishini xushal qilsa-mu, lekin doim tatliq yemekliklarni yeb berganda ko'p miqdorda qand qabul qilinib, odam bandiga bo'lgan ziyinimi nihoyat cho'ng bo'lib ketadi. Bo'libmi kechda tatliq yemekliklarni yeganda osonli odam bandidagi har qaysi a'zolarning yukini oshirib yetadi. 5. Osonlik qo'rsoq ko'ptiradigan yemekliklar. Osonlik qo'rsoq ko'pishini keltirib chiqaradigan yemekliklardan purchaq turdikilar. Masalan, dadur, qorpurchaq qatorliqlar. Yana yuqori kraxmallik yemekliklar. Masalan, tatliq yongyu, yav yongyu qatorliqlar. Yana tarkibida qand miqdori yuqori bo'lgan yemekliklar bor. Uningdan boshqa karbonik kislotalik ichimliklar ham qo'rsoq ko'pishini keltirib chiqaradi. Tal va oshqozon iqtidori nachar kishilar bu xil yemekliklarni yeyishdan saqlanish tavsiya qilindi.